hamma joy yig'ishtirdim. Pollarni artdim, changlarni artdim, ovqat ham qilib qo'ydim oyijon. Juda ko'p ish qilib yuboribdi, qizginam. Charchab qolmadingizmi? Yo'q, yana nima qilay? Maqsadga o'ting. Ha, oyi, o'rtoqlarim bilan do'kon aylangan edik. Bitta tufli ko'rdim, o'sha rosa yoqib qoldi. O'shani olib bering. Ha, bo'ldi. Bitta tufli ekan-ku, bolam, nima muammo? Hozir men sizga rasmni ko'rsataydi, unda narxi ham bor-da o'sha yerda. Bormi? Mana shu tufli. Bolam, o'ylab gapiryapsanmi? Ha, bitta odamni 1 yillik maosh-ku. Bu juda ham qimmat, bolam. Ha, menda unaqa pul yo'q. Voyjon, hamma pulsizda-ku, oyi. Ko'rdingiz-ku rasmda ham. Oyog'imda rosa chiroyli turadi, oyi. Olib bering o'shani. Hali o'rtog'imning tug'ilgan kuni yaqinda bilasiz, ko'ylak olamiz. Oyoq kiyim ham olish kerak. Iltimos, oyi, iltimos, oyijon. Olib berasizmi? Olib beraman deb bolam. Senga olib bermasam kimga olib beraman? Bugun emas, ertaga boramiz. Bugun boshim og'riyapti, qizim. Oyi, do'konda bir dona qolgan. Bormasak olib ketadi kimdir. Tavba. Ha, bo'ldi, men tepaga chiqay. Hamma joydan endi pul u sumkamdan, bu sumkamdan yig'ishtiray endi. Hey, bolama, pul bormi, yo'qmi, umuman hisob-kitob qilmaysan-da. Ol, puli so'zsingda tezroq. Xo'p bo'ladi. Tavba.